Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Ushbu qo'limdagi kitob Shayxontohur tuman axborot kutubxonamizga kelgan adabiyotlardan biri Saida Zununovaning Bahorni qarshilab kitobini bibliografik tafsir qilib bermoqchiman. Saida Zununova Bahorni qarshilab. Matn she'riy to'plam Saida Zununova. Toshkent Turon Zamin nashriyoti 2024-yil 256 betdan iborat. Saida Zununova o'zbek she'riyatida o'z ovoziga ega bo'lgan iste'dod sohibasi edi. Shu bois ijodkorning she'rlari qo'shiq qilib kuylanadi, hanuz sevib mutolaa qilinadi. Vafoyu sadoqat timsoliga aylangan bu betakror ijodkor o'zining matonat, yoriga sadoqatli bo'lgan dunyodagi jamiki ayollarga ibrat bo'ladigan hayot yo'lini bosib o'tgan. Shoiraning har bir she'rida uning beg'ubor va beozor ma'suma bir insonning qalb sadolari aks etib turgandek. Bu she'rlarni o'qisangiz, dilingiz beg'uborlikdan yorishib ketadi. Qo'lingizdagi ushbu to'plam xalqimizning sevimli shoirasi Saida Zununovaning she'r va dastgohlaridan saralandi. Ushbu kitobni Shayxontohur tuman axborot kutubxonamizga kelib olib o'qishingiz mumkin.